Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgustdan pensiya 20% oshdi. Pensionerlar aldandi. Hukumat bayonot berdi degan gaplar tarqalmoqda. Bu xabarni eshitgan ko'pchilik pensionerlar bank kartasiga pul tushishini kutyapti. Ayrimlar esa nega menga oshmagan? Nega qo'shni kampirga boshqa summa tushdi? Meni aldashdimi deb xavotirga tushyapti. Men bugun shu masalani oddiy tilda raqamlar bilan kimga tegishli emas, qayerda xato tushuncha paydo bo'layotgani o'dik. Irgi foiz degani aynan nimani anglatish mumkinligi va pensioner nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nafaqa oluvchilarga va ijtimoiy to'lov kutayotgan oilalarga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi shunda. Ayrim holatlarda pul oshgan bo'lsam, odam kartasida oshganini ko'rmaslik mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni asabiylashtiradi, idora sarson qiladi. Hatto firibgarlarga ishonib qolishiga sabab bo'ladi. Avvalo men bitta narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida har qanday oshirish faqat rasmiy hujjat, ya'ni prezident farmoni, hukumat qarori yoki vakolatli tashkilotning rasmiy bayonoti asosida amalga oshiriladi. Ko'chadagi gap, Telegramdagi sarlavha, falonchi aytdi, bankdagi tanishim aytdi degan ma'lumotlar asosida pensiya oshmaydi. Shuning uchun avgustdan 12% oshdi degan gapni eshitgan zahoti savol berish kerak. Qaysi hujjatga asosan? Qaysi turdagi pensiya qaysi sanadan, kimlarga qanday tartibda, oldin qanday edi? Odatda pensiya va nafaqalar oshirilganda oshirish hamma uchun bir xil ko'rinishda bo'lmaydi. Masalan, kimningdir yoshga doir pensiyasi bor, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Yana ayrimlar ijtimoiy nafaqa oladi, ayrimlar kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov oladi. Shu sababli hammaniki o'ndik 1% ga oshadi degan gap juda soddalashtirilgan gap bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner 1.200.000 so'm oladi. Agar haqiqatan ham umumiy pensiya miqdori 12.1% ga oshirilsa, u holda nazariy hisobda 1.200.000 so'mga 1.5200 so'm qo'shiladi va yangi summa 1.345.200 so'm bo'ladi. Lekin amalda har doim ham kartaga aynan shuncha ko'rinmaydi. Nega? Chunki oy o'rtasidan boshlab oshirish bo'lsa, faqat shu sanadan keyingi kunlar uchun qayta hisob qilinishi mumkin. Agar oshirish avgustdan bo'lsa, demak avgust oyining 29 kunlari eski tartibda. 10 o'rtibit kunlar yangi tartibda hisoblanishi ehtimoli bor. Shunda odam avgustda to'liq 12% oshgan summani emas, proporsional qo'shimchani ko'radi. Sentyabrdan boshlab esa to'liq ko'rinishi mumkin. Ana shu joyda ko'pchilik meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida masala ko'pincha aldashda emas, hisoblash davrida, to'lov sanasida, pensiya turida, qo'shimcha to'lovlarda va qayta hisoblash tartibida bo'ladi. Lekin bu odam o'z haqqini tekshirmasin degani emas. Aksincha, men har bir pensioner o'z pensiyasini tekshirishni bilishi kerak deb hisoblayman. Endi asosiy savolga o'tamiz. 12% osh deganda nimani tushunish kerak? Oddiy tilda aytsam, 12.000% bu har 100.000 so'mga 12.100 so'm qo'shiladi degani. Har 1 million so'mga 20.000 so'm qo'shiladi degani. Lekin bu faqat oshirish to'liq pensiya miqdoriga qo'llansa shunday bo'ladi. Ba'zi holatlarda oshirish bazaviy miqdoriga, eng kam pensiya miqdoriga, nafaqa turiga yoki alohida to'lovga qo'llanishi mumkin. Shuning uchun odam o'zining pensiya hujjatida qaysi bank bo'yicha to'lov olayotganini bilishi kerak. Birinchi misol. Ahmad aka yoshga doir pensiya oladi. Uning oylik pensiyasi 1.500.000 so'm. Agar 1.5% to'liq pensiyaga qo'llansa, hisob shunday bo'ladi. 1.500.000 so'mning 1.5% 1.500 so'm. Demak, yangi pensiya 1.500 so'm bo'lishi kerak. Agar avgust oyida oshirish 10 sanadan kuchga kirsa, Ahmad aka avgustda to'liq 1.500 so'm qo'shimchani emas, faqat 22 kunlik farqni olishi mumkin. Bilaqib 500 so'mni 32 kunga bo'lsak, bir kunga taxminan 5.825 so'm to'g'ri keladi. 22 kun uchun bu 28.000 so'm atrofida bo'ladi. Shunda Ahmad aka avgustda nega bilaqib 20.000 tushmadi deb hayron bo'ladi. Sababi oshirish oy boshidan emas, 10 sanadan hisoblangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Mohira opa 900.000 so'm pensiya oladi. Ini ekilgan 1000% bo'lsa, qo'shimcha iltakish 900 so'm. Yangi summa 1000 takish 900 so'm bo'ladi.
Lekin agar Mohira opaning pensiyasida oldindan minimal pensiyaga yetkazib berish uchun qo'shimcha mavjud bo'lsa, ayrim qayta hisoblarda asosiy pensiya, ustama va qo'shimcha alohida ko'rib chiqiladi. Natijada kartaga tushgan farq oddiy kalkulyator bilan hisoblangandan biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Bu firib emas. Hisoblash tizimi murakkabroq bo'lgani uchun shunday bo'ladi. Lekin katta farq bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasidan izoh talab qilish kerak. 3-misol. Rustam aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi 1 million 1 ming so'm. Agar oshirish nogironlik pensiyalariga ham tatbiq etilsa, unniki 1% qo'shimcha BB o'timi uchun 1 so'm bo'ladi. Ammo nogironlik guruhi ish staji, sug'urta badallari, oldingi ish haqi ma'lumotlari, belgilangan minimumlar kabi omillar hisobga olinadi. Ayrim nogironlik nafaqalari pensiya emas, ijtimoiy nafaqa sifatida yuritilishi mumkin. Odamlar ko'pincha men ham pensiya olaman deb umumiy aytadi. Lekin hujjatda bu to'lov pensiyami yoki nafaqami farqi bor. Oshirish bo'yicha hujjatda qaysi toifalar ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha toifalarga tatbiq etiladi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Masalan, 2 nafar voyaga yetmagan farzand nomiga oyiga jami 1 million 300 ming so'm to'lanadi. Agar unga ham 1% oshsa, bendoti yetim 300 so'm qo'shilishi mumkin. Lekin bu turdagi to'lovlarda oluvchilar soni farzandning yoshi o'qishda ekanligi. Hujjatlarning yangiligi muhim. Masalan, bola 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shunda odam oshirishni kutadi. Aslida esa tizimda boshqa muammo turadi. Birinchi guruh pensiya har oy bir xil sanada tushadigan, hujjatlari to'liq, kartasi faol, yashash joyi o'zgarmagan. Boshqa daromad yoki qayta hisob bo'yicha muammosi yo'q pensionerlar. Bu odamlar odatda xotirjam bo'lishi mumkin. Agar oshirish rasmiy bo'lsa, tizim avtomatik qayta hisob qiladi. Ko'pchilik holatda odam alohida ariza yozmasa ham pensiya oshiriladi. Ikkinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar, pensiyasi yangi tayinlanganlar, ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari hali to'liq kiritilmaganlar. Bu guruh ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki yangi pensiya tayinlash jarayonida eski va yangi miqdorlar, oshirish sanasi, hujjat kelgan vaqt bir-biriga ta'sir qiladi. Masalan, odam 1 avgustdan pensiyaga chiqqan, oshirish esa 10 avgustdan bo'lsa, uning birinchi to'lovi boshqalarnikidan farq qilishi tabiiy. Bu holatda tushgan summani ko'rib, darrov vahima qilish emas. Avval hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. 3-guruh pensiyasi to'xtatilgan, kartasi bloklangan, boshqa hududga ko'chgan, chet elga chiqib ketgan, bank ma'lumotlari o'zgargan, nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan yoki hujjatda kamchilik bor odamlar. Mana shu guruh albatta tekshirishi kerak. Chunki pensiya oshgan bo'lsam, to'lov amalga oshmasligi mumkin. Odam esa oshirish yolg'on ekan deb o'ylaydi. Aslida muammo oshirishda emas, shaxsiy holatida bo'ladi. Birinchi tuzoq, foizni noto'g'ri summaga hisoblash. Odam kartaga tushadigan umumiy summa so'zsiz va unga 1% qo'shib hisoblaydi. Lekin umumiy summada ba'zan kompensatsiya, ustama, qarzdorlikdan qaytarilgan summa, oldingi oy farqi yoki bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Agar oshirish faqat asosiy pensiyaga qo'llansa, natija boshqacha chiqadi. Shuning uchun men 1 million 8 ming olardim. Unik 1% bo'lsa 217 ming qo'shilishi kerak edi deyishdan oldin 1 million 800 mingning tarkibini bilish kerak. Ikkinchi tuzoq oy o'rtasidan kuchga kirgan oshirish. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki eng katta tushunmovchilik shu yerda. Agar oshirish 10 avgustdan bo'lsa, avgust oyidagi to'lov to'liq oylik oshirishni ko'rsatmasligi mumkin. Avgustda farq kamroq, sentyabrda esa to'liqroq ko'rinadi. Shuning uchun birinchi oyda tushgan pulga qarab hukm chiqarish to'g'ri emas. Lekin sentyabrda ham oshirish ko'rinmasa, unda albatta savol berish kerak. 3-tuzoq, bank kartasidagi SMS xabar bilan real hisobni adashtirish. Ba'zan bank SMSida faqat kelib tushgan summa ko'rinadi, lekin u qaysi oy uchun, qaysi qayta hisob uchun, qaysi farq uchun ekanini ko'rsatmaydi. Masalan, pensionerga 1 ming so'm tushdi. U mana oshirish shu ekan deb o'ylaydi. Aslida bu avgustning 10 sanadan keyingi farqi bo'lishi mumkin. Yoki aksincha 100 ming so'm eski qarzdorlikni yopish bo'yicha to'lov bo'lishi mumkin. To'liq ma'lumotni faqat pensiya hisob-kitobidan bilish mumkin. 4-tuzoq, internetdagi firibgarlar. Juda ehtiyot bo'ling. Pensiya oshirish uchun pasport rasmingizni yuboring.
karta raqami va SMS kodini ayting. Email kimligi foiz qo'shimcha pul olish uchun havolaga kiring degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Davlat tashkiloti sizdan hech qachon bank kartangizning PIN kodi, SMS kodi yoki to'liq maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Pensiya oshirish avtomatik bo'lsa, siz havoladan ro'yxatdan o'tib pul olmaysiz. Agar hujjat topshirish kerak bo'lsa ham, bu rasmiy davlat portali, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. 5-nozik nuqta. Pensiya miqdori oshsa ham boshqa to'lovlar kamayishi mumkin. Masalan, ayrim ijtimoiy yordamlar oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Agar oilada pensionerning pensiyasi oshsa, ayrim nafaqa yoki yordamlarni hisoblashda jami daromad ko'paygan deb ko'rilishi mumkin. Bu har doim ham avtomatik bekor bo'ladi degani emas, lekin daromad mezoniga bog'liq to'lovlarda ta'sir bo'lishi mumkin. Shuning uchun oila bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, har birining shartini alohida tekshirishi kerak. 6-nozik nuqta. Qayta hisob kechikishi. Tizimda minglab, millionlab oluvchilar bo'lgani uchun ayrim hududlarda qayta hisob bir kunda ko'rinmasligi mumkin. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Lekin kechikish uzoq davom etsa, indamay yurmaslik kerak. Chunki ba'zan tizimdagi xato eski bank rekviziti yoki ma'lumot mos kelmasligi sabab bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz yoki ota-onangiz pensiya olsangiz, quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Avgustdan 12,1% oshdi degan xabarni ko'rsangiz, avvalo hujjat raqami, sanasi va qaysi toifalarga tegishli ekanini tekshiring. Buning uchun prezidentning rasmiy sayti, hukumat portali, pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari yoki qonunchilik bazasiga qarash kerak. Agar xabarda hujjat raqami yo'q, faqat shov-shuvli sarlavha bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, o'zingiz oladigan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu savol juda muhim. Chunki oshirish bo'yicha hujjatda pensiya deyilsa, ba'zan hamma nafaqalar kirmasligi mumkin. Nafaqalar deyilsa, qaysi nafaqalar ekani alohida yoziladi. Agar bilmasangiz, tuman pensiya jamg'armasidan o'z to'lovingiz turi bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam, eski va yangi summani yozib chiqing. Masalan, iyulda qancha oldingiz, avgustda qancha oldingiz, sentyabrda qancha tushdi. Har bir summani sanasi bilan yozing. Bank eslarini saqlab qo'ying. Agar naqd olsangiz, to'lov qaydnomasidagi summani yozib boring. Keyin 12,1%ni taxminiy hisoblang. Lekin men aytganimdek, oy o'rtasidan bo'lsa, avgustda to'liq foizni kutmang. 4-qadam, hisob-kitob varaqasini so'rang. Agar summa tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yoki rasmiy murojaat orqali mening pensiyam qayta hisoblanganmi? Qaysi sanadan? Asosiy pensiya miqdori qancha, ustamalar qancha? 12,2% oshirish qaysi summaga qo'llangan degan mazmunda izoh so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma javob oling. 5-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pensiya bo'yicha murojaatda pasporti yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, TMI yoki tegishli tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa farzandlar hujjatlari, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Lekin asosiy hujjatlar shular. 6-qadam, arizada aniq yozing. Menga pul kam tushdi, tekshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra aniq yozgan yaxshi. Masalan, men falon sanadan yoshga doir pensiya olaman. Iyul oyida menga 1,300,000 so'm to'langan. Avgustdan pensiyalar 12,2% ga oshirilgani haqida rasmiy xabar tarqalgan. Avgust va sentyabr oylarida menga tushgan summa bo'yicha qayta hisob amalga oshirilgan yoki oshirilmaganini, pensiyamning asosiy miqdori va ustamalarni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 7-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, keyin respublika darajasidagi vakolatli tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Elektron murojaat tizimlaridan foydalanish ham mumkin. Muhimi, har bir murojaatning raqamini, sanasini va javobini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni isbotlash qiyin. Yozma javob esa sizning qo'lingizda hujjat bo'ladi. 8-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga SMS kod bermang. Karta rasmini yubormang. Pasport ma'lumotlarini noma'lum odamlarga tashlamang. Pensiya oshirishga yordam beraman.
oldindan 100 ming so'm yuboring deganlarga ishonmang. Pensiya tizimida rasmiy qayta hisob uchun vositachi kerak emas. Agar sizning haqiqatan pulingiz kam hisoblangan bo'lsa, uni rasmiy tartibda talab qilasiz. Pora yoki vositachi bilan emas. Endi videoning sarlavhasidagi eng og'riqli savolga kelamiz. Pensionerlar aldandimi? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Agar rasmiy hujjatda pensiya oshirilishi aniq yozilgan bo'lsa, lekin odamga umuman oshirilmagan bo'lsa, bu tekshirilishi kerak bo'lgan muammo. Agar oshirish faqat ayrim toifalarga tegishli bo'lsa, lekin internetda hammaniki oshadi deb tarqatilgan bo'lsa, unda odamlarni noto'g'ri sarlavha chalg'itgan bo'ladi. Agar oshirish 10 avgustdan bo'lib, odam avgustda to'liq oylik farqni kutgan bo'lsa, bu hisoblash davrini tushunmaslik bo'ladi. Agar kimdir menga iniki bilib men foiz pul chiqarib beraman deb shaxsiy ma'lumot so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hamma aldandi deb vahima qilish tarafdori emasman. Lekin hammasi joyida tekshirmanglar deyish ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l rasmiy hujjatni ko'rish, o'z to'lov turini aniqlash, summani sanalar bo'yicha solishtirish va kerak bo'lsa yozma izoh talab qilish. Tasavvur qiling, bir qishloqda ikki qo'shni pensioner bor. Birinchisi 1 million 400 ming so'm oladi, ikkinchisi 1 million 400 ming so'mga yaqin oladi. Oshirishdan keyin birinchisiga 1.6 mingga yaqin qo'shimcha ko'rinadi. Ikkinchisiga esa 9 ming ko'rinadi. Ikkinchisi darrov meni aldashdi deydi. Lekin tekshirilganda birinchisining to'lovi to'liq pensiya bo'yicha qayta hisoblangan. Ikkinchisida esa oy o'rtasidan proporsional hisob va oldingi oy bo'yicha alohida ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraganda adolatsizlikdek, hujjatga qaraganda esa boshqa hisob, yana bir vaziyat. O'g'il otasining kartasiga qaraydi, 1 million 200 ming tushganini ko'radi. Ota, pensiya oshmabdi deydi. Aslida otasiga avval 1 million 180 ming tushgan, demak oshish bor. Lekin o'g'il 12 ming foizni noto'g'ri. Butun yil bo'yicha yoki qo'shimchalar bilan hisoblagan. Shuning uchun oilada ham bitta daftar tutib, oldingi va keyingi summalarni yozib borish foydali. Yana bir vaziyat, kampir onaxon pensiyasini naqd oladi. Pochtachi keladi. Odatdagidan ozgina ko'proq beradi. Onaxon televideniyada 12% dedi. Buncha kam bo'lmasligi kerak deydi. Bu yerda ham avgust oyidagi proporsional farq bo'lishi mumkin. Ammo pochtachi yoki boshqa odam aniq tushuntira olmasa, onaxon farzandlari yordamida tuman pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rashi kerak. Chunki og'zaki shunaqa bo'ladi degan javob yetarli emas. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya oshishi haqidagi har bir xabarni sovuqqonlik bilan tekshirish kerak. 12% degani oddiy ko'rinsa ham, amalda pensiya turi, to'lov sanasi, oy o'rtasidan kuchga kirishi, ustamalar, minimal miqdorlar, hujjatlar va bank ma'lumotlari sababli turlicha ko'rinishi mumkin. Eng muhimi, vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. O'z pulingizni hisoblang, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Tushunarsiz bo'lsa yozma izoh talab qiling. Agar sizga avgust yoki sentyabr oyida pensiya boshqacha tushgan bo'lsa, izohlarni yozing. Oldin qancha olardingiz, hozir qancha tushdi, qaysi hududdansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni ayniqsa ota-onalarimiz, buvijon bobojonlarimiz bilishi kerak.